Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qizlar sog'liginglar yaxshimi? Mana bu yengcham. Hozir ulasam gatov bo'ladi. O'tgan safar rasmini qo'ya olmayotganimiz sababi o'zi tayyor bo'lgan. Faqat shu yengini deb hali ulamagandim-da, o'shanda bu qolib ketdi. Hozir mana shu yengni tikilish usulini ko'rsatib qo'yaman, chunki buni unaqa ko'rsatib beradigan bir ma'lumot emas. Shuni ko'rsatish mobaynida ozgina men o'zimni ham maqtab o'zimni maqtanadigan joylarim bor. O'shaning uchun shuni mavzu qilib oldim. Xullas qizlar, mana shunaqa men to'rttagina qildim. Bunga unchalik ko'p emas, namazlik emasligi uchun buni shunaqa to'rtta rezinka tortganman. Faqat qanaqa qilib tortganman? Mana qizlar, ichidagi rezinkani qaranglar. Mana yaqindan ko'rsataman. Chokini ko'rsanglar, o'rtasiga o'zim urganman qizlar. Men to'g'risi shunaqa rezinka o'tkazadigan men chekkasini ham o'zi bilan teng qilib shunaqa yo'qqa nimadan aylantirib tikkanman. Rezinkani shunaqa o'zim bittalab berishimiz sababi, chunki bu juda ham ko'p ishlanadi. Tahorat olganda ko'taradi, tushiradi, isib ketganda ko'taradi, tushiradi. Bu joyimiz yengimiz uchun, biz uchun eng kerakli joy bo'lgani uchun aynan shu yerga e'tibor berish kerak qizlar. Keyin mana bu joyga hozir men uni ham ko'rsatganman. Qizlar, mana bu joyini albatta zakripga berish kerak, bo'lmasa mana bu iplaringiz tillari osilib juda ham xunuk turadi. Mana bu joylarda, mana bu joyda bor-ku, men Rossiya ham yomon ko'radigani mana shu joydan osilib turadigan ip. Shularga e'tibor bering, klientlaringiz sizni sevadi. Chunki shunaqa melchniy narsalarga e'tibor bergan chevarga ishonib ishini topshiradi. Bu bitta sir. Keyin yana bitta qaranglar qizlar, men mana shunaqa rezinkadan foydalanaman. Ko'rsanglar, mana shu rezinka menga chuvolanib ketdi, shuni eplab topib olaman. Mashinandaqa buni necha millimetr deydi bilmadim, shunaqa ipdan sal qalinroq mana shunaqa rezinkani olib turib o'zim spesialni tortib tikaman. Ustida mana shunaqa mashinkada yurgizib tortaman qizlar. Men tagiga mokiga o'rib olib turibman. Qizlar, shu ishingizni buzadi, mashinangizni buzadi, mokkingizni buzadi. Keyin mana bu mashina brakka chiqadi. Agar esinglar bo'lsa, hech qachon rezinkani mokkiga o'rab turib bir ko'ruvdim-da internetda, qizlar qilmanglar, buziladi, mashina buziladi. Hattoki mana bu 40 ishlaydigan mana bu mashinaga borku, sizlar 10 qalin ip borku, tugmalar tikiladigan yoki qovuqda tikiladigan, o'sha iplarni tikadigan bo'lsanglar ham mashinanglarni buzadi, eshitib olinglar, qaytib o'nglamaydi. 1-2 kelib usta o'nglab bergani bilan o'zini holiga kelmaydi. Mokkini yoki mana bu tishlarni almashtirishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun tavsiyam qizlar, mana shu rezinkani tikmoqchi bo'lsanglar, shunaqa mana o'rtasida o'zi chokiga mana ko'rsanglar, chok tikiladigan shunaqa rezinka bor, tayyor. Shuni qilinglar. Birinchidan klientinglar nima deydi, uzoqroq kiyadi. Mana bu rezinka yozilib ketmaydi. Mana bu chokka ichidan tikilsa shunaqa puxta turadi. Mana bu iplari osilib yoki bo'lmasa mana bu joylari so'kilib, sitilib ketmaydi. Agar rezinkamiz o'zini mana bu rezinka holatini yo'qotmagunga qadar sizni chokingizda muammo bo'lmaydi bu. Qizlar, qachonki endi kengayib ketish mumkin, endi 1-3-4 yildir, balki 1-2 yildir boring, ana shtapl qachongacha yetib bersa, o'sha paytgacha sizni chokingiz bilan mana bu rezinkangiz chidamli bo'lib turadi. Tavsiyam qizlar, umuman mokkiga rezinka almashtirmanglar. Bu birinchidan ishinglarni brak qiladi, mashinanglarni buzadi. Xullas, meni buni qayerdan o'rgangansizlar desanglar, buni men bir joyga Albaga borganman. Bu Koreyada Alba degani bizda vaqtinchalik ish, bir kunlik ish borki, o'shanaqaga chiqiladi-da. Men shanba yakshanba bolalardan oshingan paytda, kichkina paytda borib turardim, ancha-muncha chaqirishardi ular meni ishga, chunki o'ta ish ko'payib ketsa, endi tikishimni bilganim uchun men registratsiya qilib qo'yganimda chaqirishardi. Formalarga, boshqalarga o'shanda o'rganganman. Ular menga mana shunaqa qilib tikishimni ko'rsatishgan. Meni bilasizlarmi, shunaqa ishim yaxshi bo'lishiga qaramasdan menga ishonmadi koreyslar. Ancha-muncha odamni shunday ishga to'g'ridan to'g'ri o'tkazmaydi. Agarda siz stajingiz yoki ularda oldida bir ishlab ko'rmagan bo'lsangiz, sizni hech qanaqa shunday ishlarga qo'shib o'tkazmaydi. Faqat kichkina odamda vaqtini oladigan melchniy ishlarga qo'shadi. Ya'ni mana shunaqa rezinka tortish, keyin mana bu joydagi, mana bu joyda. Men mana shunga bir 2 oymi, 3 oymi o'tirganman. Mana shu joyni zakripkasi bilan iplarni mana bu joyda osilib qoladigan iplari bor-ku, shularni kesib o'tirishga отдельный odam oladi Koreyada. Nima uchun bilasizlarmi? Ishni eng chiroyli, mana bu meniki emas qizlar.
ishni eng chiroyli qilib turadigani yeng deydi. Chunki yeng yoqadan keyin ko'rinadigan joy yeng deydi. Mana shu joyga ehtiyot bo'lib deydi, birorta chokini ko'rsatmasdan qirqib tashlasin tagidan deb shunaqa qaychi bilan meni ertalabdan kechga shunaqa qiyishga o'tkazgan. Ishonasizlarmi? Shuncha o'shanda ham o'zbekda masalan bir 10 yil u yoq bu yoqda tikkan bo'lishimga qaramasdan meni Koreyada shunandaka shoppingda ko'ylaklarni tikadigan nimaga borganman. Albani shu bizda vaqtinchalik ish deydimi, bir kunlik ish. O'shanaqaga borganimda meni shundaqa qaychi bilan shunaqaga o'tkazgan, mana shudagi choklarni qirqib tashlasan, akkuratlik qilib deb. O'shanga o'tkazishgan. O'shanga ham pul to'lashadi ertalabdan kechga. Bu endi nimaga bilasizmi? Bu kачество degani. Bular Koreyadagilarning ko'ylaklari, kiyimlari nima uchun qimmatligi mana shu bitta mana shu uchun ham o'tkazib pul to'lashidan tushunib olaringlar. Shu darajada akkuratlik. U bizda masalan kelishiga chevar bormi deb turib bir ko'radi, chokini o'tkazib qo'yadiki, o'shaning uchun brak ishlar juda ham ko'p chiqadi. Ularga tikish soni ko'paysa bo'ldi-da. Endi mabodo fabrikada ishlayotganlar ko'rib qarg'ab tashamanglar. Bu haqiqat. Koreyada esa mana shundan siz o'tishingiz kerak. Mana shunaqa melshni narsalarni meddangizga tekkunga qadar o'rgatadiki, sizga shu o'zingizni badaningizda shu narsani qilmasam yuragim siqilib qoladi degan holat bir 2 oy 3 oy o'tirasiz, keyin sizni boshqa joyga o'tkazadi. Masalan, yengni yonboshni ulashga yoki yelkaga ulashga ashna qilib bitta sizdan stajni ko'paytirib o'tkazadi. O'shanda siz fabrishniy tikadigan bo'lib chiqasiz qizlar. Men ko'p narsani to'g'risi Koreyani shunaqa tikuv ishlarda. Endi men ham ko'proq brendga kirganman-da. Brendli ishlarda shunaqa ko'proq e'tibor beradi. Endi Koreyada ham xitoyliklar kelib turib ishlab chiqarishlar bo'ladi, ularga emas. Men Koreyaning o'zini ichida Imart yoki Lotte Mart shunaqalarda pekvajomlardikini, lekin ularda spesialniy o'zini dokumentalniy ishchilari bo'ladi. Mana shunaqa Imartlarga ham borsangiz toza kiyimlar bo'ladiki, o'shalarda tikadigan joylarga Albaga borganda shunaqa o'rgatgan. Nimaga buncha ko'p gapirdim desam, bu Koreyadagi hayotdan ma'lumot va mana shunaqa fabrika bilan ishlayotgan qizlar, sizlar ham shunaqa ishlar bilan qilsanglar zo'r bo'ladi. Men ham xudo xolasa o'zim ham atelier ochsam yoki shunaqa bir inshaalloh bir kun kelib fabrika ochish niyatidaman-ku, o'shanda shunaqa Koreyani sxemasi bo'yicha olib bormoqchiman. Chunki shunda ishingiz ham, klientlaringiz ham mamnun bo'ladi, ishingiz ham toza chiqadi. Shunaqa akkuratniy kiyimlar ko'p paydo bo'ladi. Mana shunaqa qizlar, shunaqa qilib tikinglar, tavsiyam. Keraksiz, lekin ammo bilinmas sirlar bular.